Bey aka biz orada erkaklarni aytib qo'yganman aka obunachilaringiz xudo xolasa. Mana ko'ring. Ikkitasi mental gibrid aka, ilindimi obunachilarga. Bugun juma aksiya. Juma aksiya aka xudo xolasa. Narx-navolari mali aka bir novas bir hunajinda novas 20 million so'm aka. Hunajin 14 million so'm degan gap yo'q aka. 24 million so'm. Hayriga o'tib beramiz aka jupini olib. Jupiga aka xudo xolasa. Ota bugun unaqa gap qilmaysan uka. Bugun jumaga aksiya dedikmi? Oybek yuzni kuchini men ko'rsatib qo'yaman, xudo xolasa. Savdoni qo'polga aytganda ichashog'ini sallaq yedirib qo'yaman uka. Nechi puldan o'tib berasan? Boshni xotirma. Bugun obunachilarim mal oladigan kun mazaq. Aka 100 ming 200 ming o'tib beraman. Ya 100 ming 200 ming bo'lsa so'ramayman, qo'shib beraman. So'ralab o'tib ber, o 100 ming 200 mingga u zaman o'tib ketdi, 100 mingga bir bakalashga yog' bermayapti. Aka 500 ming o'tib beraman. Bo'ladimi? 23 million 500 ming so'mga boshqacha bo'ldi. Vodiy bo'ylab yetkazib beradilar. Yo, yana o'tasan, u 500 ming menga bo'ldi. Yo, aka sizga bo'ldi. Bu narsalarni misol men 16 million 20 million narx qo'yib turib yerim yo'qda, aka bu olingan narxi bor-ku. To'g'ri, yo endi. Yo, bu narsa haqiqatan arzon bermaydi. Tushunib turibman. Molni sifati so'rdi. Aka bunday, hammasi arzon kelgan, arzon sotamaydi aka. Men 18 million 16 million narxlar yo'q. Gapsiz yo'q, telefon qilasan, jupiga olib 23,5 ming o'tib beraman. Hop. Hayri bor aka. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Yakkalabga deyishadigan olsa, men 16, 15 emas, 14 kam bor. 14 million so'm buqasini savdosi bor. Savdosi bor. 13 million 500 mingga bor aka. Ha, tushunarli. 13,5 million oldim degan gap bor aka. 10,5 million so'mga azmaz mayli hayriga o'tib beraman aka. Bo'ldi. Zola bitta ikkita emas. Beyda maydalar aka, tashqarida kattalar. Vibr, serap. Tashqarida ham molimiz serap akalar. Bu nimaga bu Shabaz ushlab oldi bu molni? Bu molni Shabaz. Ha, bu ham aksiya qiladi-da hozir. Ota bo'ybasilari qancha edi hozir qo'yib bergan mollarimizni? Aka 85-90 ga olishursin. 85 80 dan 90 ga ol. Su nimasi yo'q bo'yba. Bo'ldi, gap so'zi. 90. Misol 88-90 shunaqa aylanib qoladi, 85. Mana ham teng ekan, mana ham bu qochami? Bu qocha aka. Gap so'z yo'q. Otang ish qilib beramiz endi buni ham aytib ketay. Siz video boshlayveraylik. Namangan To'raqo'rg'on saraydamiz akalar. 4-emas 5-iyun aka dastlabki O'zbekiston bo'ylab besplatni. Tashqarida mollarni hozir ko'rsam. Bitta narxini aytaylik. Aka bu bizda endi aka 10,5 mali cho'zmayman. 10 million so'm aka. Yo 10 million. Savdosi bor. Yo bugun juma aksiya 10 million bo'lmaydi. 9 million 800 ming so'm. Bo'ladi, yana savdosi bor. 9 million 8. 9 million 800 so'm. Yo'q aka. 9,5 million so'm. 9 million 500 ming so'mga yetkazdirib borib beraman. Vodiy bo'ldi. 9 va jonivor quloqlarni dikka etirib turish. Nima yeb ichadi degan aka-ukalarga qo'yaversa somonga yugurib borib, somon deb ichib yuribdi aka. Telefon qilsin, xudo xolsa chirayllab ishlarni bitiramiz aka. Otangizga rahmat. Akalar, bu yoqda yirikroqlaridan, yaxshilaridan so'ragan aka-ukalarimizga haj jonivorlar. Mana bunaqa aka, ayiq bo'lgan variantdagi yaxshi buqalar bor, ozuqasini yeb ichib turibdi. Jonivorlar. Videorolikni oxirigacha ko'ring aka. Afsuslanmaysiz. Gap qisqa xonasiga videorolikni oxirigacha ko'rgan inson afsuslanmaydi. Otabek, voy mashalloh, mana shu yerda. Mana nima deb chiqaray? Otabek bitta gapda asli qanaqda majlislar bor, birma-bir ushlab ekan, narxini aytsangiz ham yaxshi. Chunki juplab olaman degan odam 1, 2, 3, 4 Otabekjon mana screenshot qiladi-da, mana uni uka deb tashlab beraveradi, yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, ketdi aka birinchisi. Birinchisiga shu et aka. Nechta qo'yay? 90 ziyod plus minusida 90. Aka 85 ga olsa, 90 ga olsa. Buni ko'chatib bunday-da, bu metrlab sotadigan buz emas. Ayrimlar o'shab German shved deb 20 million so'm narx aytilyapti aka. Bizda unaqa narx bo'lmaydi Oybek aka. Shoqiga 5 ketdimi? Shoqi dashi ko'rinmaydi o'ynashini. Kavish qaytarib turibdi. Otabek o'sha mana. Bu birinchisimi aka? Mana ketdi. Jonivorni mana qarang. Mana. Bu ikkinchisi. Voy mashalloh. Mana aka. Mana san'at asari. Juplab berasizmi? Angus cho'masmi jonivar? Mana haqiqatan ko'rganlar. Angus cho'masmi aka? Ay mashalloh. Bu ham shunaqa 90 atrofida chiqadi akalar. 90 plus minusda, lekin 90 dan asli kam emas, lekin bo'zayda aytgandek metrga sotadigan emas. Mana nima deyapti? Oyoq qo'li polvonligini, bo'g'imlarini. O, kalla boshdi. Aka, bizda kallasi qiyshiq, oyoq qish hamma yo'q ekan. Aka, men ham bilaman, bunday molni aytib 12,5 sotishdi. Olgan odam baraka topish kerak aka. Bu haligi qo'yar hammasini ham boqamiz-da, misol 4 oy, 5 oy, 6 oy mehnat qilamiz. Aka 3 ta emas, 2 ta boqing, zo'rini boqing. To'g'ri. Yetta boq, o'sha odamni olib ziyon qiladim deb qo'yaman. Nimaga? Zo'rini boqing, zo'ri faqat pul aka, bu yerda. Lekin atak yeyishini qarang, siz borib ovqatga kelasiz. Uchinchisi. O 4-inchisi bo'ldi. Ha, 4-inchisi. Ha, buni bitta o'zini qo'yib beraman aka, 4-inchisini. Yo'q. Ha. Bu aka 11 million so'm.
Va ana. Hali uni aka, misol mavzular qo'yam uni aka yarimda, ne aka? Lekin mana shu molda eng arzon 11 million qo'yilgan ham so'm. 11,5 qo'yyapti lekin. Aksiya aka, qarang. Bu Aha. 3 ta oldimi? Mo 4 ta. Haligi 3 ta narxi alohida akalar. Mana bitta 11 million ekan. Mana 4-inchisi. 4-inchisi. Oybek aka narxini aytib qo'yaylik. Ha. Bular hammasini o'tkazamiz. Ha. 12 yarimdan demayman. 12 milliondan ko'rsatgan hamma molimni olib o'tib beraman. O'tib berasizmi? Bunday realni gapda men o'sha 14-13,5 degan foydasi yo'q. Shvedlar ham sotish. ketyapti ichida. Aka, mana shu yerda hop 10 ta ziyatroq mol bor, 15 tacha. Hammasini olsin bo'ldi, ketdi aka. Muammosi yo'q. O'tib berasizmi axir? O'tib beraman aka, chiraylar. Hozir qanchadan Konkret o'tib beraman aka. Endi Oybek Oybek aka yuzda qarangsa, aka siz bizda hali zo'rlar, kattalari ham, nimalari ham turibdi. Mana shu ham ketadimi 12 ning ichida? Aka, siz molni oxirigacha ko'rib, keyin o'tib berdim-da, aka. Men sizga hali 13 million desam, aytsangiz obunachilaringizga 500 ming, sizga 500 ming desam, bo'ladi. Maqsad cho'zish emas, maqsad sotish. Aka olsin. Biri quyuq, birisi yo'q. Mana ko'ring. Janavar. Ichida suyug'i yo'q. Agar shu buqalar ham bo'lsa, suyug'i yo'q. Jindek kichkinagisini narxi boshqacha bo'ldi, 11 million so'm qo'yib qo'yishdi. Mana shvedlarda endi aka suyuq degan odam Mana. bekarlab ishtasini yebdi-da. Mana oyoq qo'lni ko'ring. Meni obunachilarimga bo'lsin, zo'ri Mana bo'lsin. ko'ring, aka. Joning sog' bo'lsin. Zo'r, tankisi desak, hatto gapirmagan bo'laveramiz. Zo'r, sulton. Buyonba aka. Gap bo'lishi. Mashlar aka 12 milliondan realni nar. Fake mek emas. Optimaga Realni mi? 12 million so'mni optimaga. Optimum. Endi hali aka pilisib 13-13,5 da olmayman-da. Shuni. Dangalga bali kam o'ram, hamisha o'ram. Azina foyda qilsin, bitta ikkita emas, aka sotamiz. Voy ko'ring. Mana bunisini o'rayapti. Yirik, bular 95 chiqadi bo'y baslar akalar. Mana ko'ring, molni oyoq qo'li sifat sortini. Aka yeb ichishami bor, o'ta baquvvat ekan, jami. Polvonligini ko'ring. Oyoq qo'li sifat sorti ideal. 400 euro. Mana. Mana aka. Bu nima deyapti? Mana. Bu nima deyapti aka? Uzun. Kesin. Uzun bo'lgan. Voy mashallah. Aka keyinligini ko'ryapsizmi molni? Zo'r obunachilar bu sanaqda aytmabmiz aka, aytmay ketdik. Aha. Yoqqanni screenshot tashlashaveradi. Mana. Ey janob. Janolar. Mana shu mollar bo'yi 1 metr chiqadi. 1 metr aka. Lekin mol Oldilarni sifati ko'ring. yaxshi, mana qarang. Janob. Janolar. Oyoq qo'lchan 2 metr ketaman Og'da degan. yurgan adashmasa, sovuqroq. Aka endi mashina ham bor-da ichida, Oybek aka 1 metrli buzu. Shu ham ketyapti. Shu ham ketyapti-da aka. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang. Mo. 12 milliondan ketyapti. Ey, mana shu mollar ko'zni oching olayotgan Evet. odam. Ay mashallah, gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang, oldi ungan qismi sifat sorti suyagi normalniy holatda akalar. Oybek aka, narx-navolar xudo xolasa tushunarli bo'ldi aka. 12 million so'mdan Otabek haliga bitta 9,5 qo'yganimiz, bitta 11 million va bir jup 23,5 millionga savdosi bor qo'yganimizdan tashqari Tashqari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan aka. 10 tasini olsin 12 milliondan 120 million bir pachkaga hayri bor xudo xolasa. savdosi bor. Savdosi bor, hali savdosi bor ekanda 500 mingdan emas aka. Aha. Hayriga o'tib beraman. So'm o'zim dushova 13 milliondan turgan bular kerak yo'q, hep bepo'yda. Videosi qancha Otabek? Aka 13 million deyman-da. Hozir o'zingiz aytdingiz 13 million yo'q. Valloh olsin aka. Aka mamma. Baragasini bersin. Bitta emas, 500 olsin so'm aka berisi yarim. bilan ikkita 3 ta olsa Minus qo'ymasam bo'lmaydi aka. Kasal bo'lib qolaman. Olsin 500 ming. 500 ming minus Bo'laveradi. 11,5 dan. Lekin 11,5 dan ko'p chiqarib berolmayman. Misol ichida sredniy 12 ming pastda biz yo'qda deyarli. Sizni obunachilaringizga telefon qilsam, xudo xolasa, chirayllab chiqarib beraman. Bo'ldi. Baragasini bersin aka. Joni sog'. Lekin mashmonlar haqiqatan 13,5, 13,8 ga. Endi mana shu zo nech bo'ldi desa, aka telefon nech bo'ldi deyshadi, 14 ham chap tursa aka 12,5 beringlar deyman o'ziga. Real arzon-da aka, sharoitim bo'lsa o'zim boqaman mana shu zo. Nimaga boqib baraka topadigan narsa? Oyoq qiyshiq, kellasini shoq o'sib ketgan emas. Bu zo'ni rangini ko'ring. Rangi bitta tema, o'zi bitta tema bu zo'da aka. Haqiqatan molni sifat sorti normalnilari tushungan, bilgan insonga albatta akalar ketdi endi. Mo ko'ring. Janovar. Bular o yaxshi ham shu o'rih bor ekan. Salqiniga turib olib, ovqat to'y chiqqanimizda boshida ham yeyib turdi, hozir ham yeyapti. Bu ovqat ham tugamas. Toj aka, qaydan topaman buni qiladi deydi mo ko'ring. Aka. Bu zo'r hadib ham kelolmaydi. Aka o'zingni gupirtirib maqtayapsan, narxini bir dunyo qo'yasan degan akalarga, aka
Maqtaydigan buzo. Maqtasa arzigulik buzo. Buzo tumshuğunu ko'ring. Aka 20 millionlik novasti tumshuqda qilib polvon buzo. Mana ko'ring. Kellani ko'ring. Seni verdi. Hadi ben kelolmaydi. Akalar olib qo'nglar. Olib maza qilinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan hadi ham kelolmaydi. Bu qani. Oybek aka o birinchisi. Aha. Mana ko'ring. Olib qolyaptimi buzo? Joning hisobi ko'riladi. Mana ikkinchisi aka. Hop. Nima deyapti buzo? Hozir sifat surti holati ideal ekan. Ko'ring. Mana aka mavzuga ahamiyat bering. Bo'yinlari ham o'ta bo'yindor. Sifat surti yaxshi buqa, lekin haqiqatan Buqani erkak aka. maqtasangiz arzigulik mollar ekan. Cho jonivorlar mana qarang. To'g'risilar, to'riga chiqinglar, mana qarang. Jonivorlar, mana qarang. Endi nima olsin ekan? Eng kichkinayu, lekin eng yaltiroq aka. Oq oyog'idan boqaman degan ovnashlarga. Lekin mollarni gapiryapmiz, Allohdan baraka topadi. Bu uchinchisi Oybek aka. Maza qilsin, baraka topadi. Bu uchinchisi. Bu shvedchamiz. To'rtinchisi aka. Mana shu buzoda aka bitta korpuslarni ko'rsatib bas. Joning hisobi uzunligi ham dahshat ekan bu qani. Tilovda ham aka, mana ko'ring. Buzoda zapasi ham buzor. Molni terilari ham yumshoq holati. Ya endi ey. Aka, yomon molni o'zi yo'q. Shunga ushlab olib dangal maqtanyapmiz, qo'pol aytganda. To'rtinchisi aka. Aha. Qarang. Endi edi. Aka, hop 6 ta ekan aka ma'lumsiz. 5 ta 6 ta molni qo'yib ichiga bitta suyug'ini qo'shgan degan obunachilar adashadi. Mana ko'ring. Buzoda ko'ring. Hammasi shunaqa. Hammasi polvon mollar akalar. Ustiga kelib ko'rishsin. Aka ustiga kelib, uka 1 metr Solishtirib olishsin, ha? 1 metr 95 yoshna qata aka bular. Aha. 90 dan 1gacha olishaversin ha bo'yin aka. Jonim, Hali qo'yishyapti uka 1 metrda buzolar 12,5 13 ishlayapti obunachilarga. Ustiga kelib ko'rishsin. Mol taniydigan odam kelib behijola. Solishtirib olishadi. Mo buzolar ko'ring aka. Bitta orqasi pas oyog'i ishig'i yo'q. Joning hisobi nima qarang. Nima kerak? Bu ham keragidan ortiq yirkan ey. Keragidan ortiq yerkan. Oybek aka, obunachilaringiz hammasi mol tanigan odam-da. Orqani bitta ko'rsatib qo'ying. Bo'ldi, gapsiz. Mana. Buzoda korpusi bor-ku. Korpus bittadan like bosa olgan korpus aka. Sifat surti degan joyga aka libboy mol bilan tepishib qo'yaveradi. Ko'radi, bo'yi bilan aka. Joning hisobi ko'riladi ey. Bo'lsa shunchalikdir obunachilar, ha. Bo'lsa mol bo'lsa shunchalik. Oybek aka bitta labs qilaman. Hop, Bunday. Ammo bir yerga aytaman. hop. Qarab turing. Bechkina gapirmayman. 14, 14,5 demayman. Bitta chiroyli gapiraman. Lekin plyusini ham aytib qo'yamiz. Minus chiqarib berilmaydigan darajada narx qo'yib beraman sizga. Hop. Eng kichigi mana bu deyapmiz-ku aka. Eng kichigi mana bu buzoq. Deyarli hamma xonavonga mana shu buzoq narxida qo'yib beraman. Hop. Keng. Aka. 13 million 500 300 dan olsin mayli aka. 13 million 300 dan. Bo'ldimi bo'ldi bir. Rast bo'lganda bo'lsin aka. Bechkani gapirmay 13 million 300 dan bir joyga oldim degan obunachilar sotaman aka. Misol 5 tasini olgandan sota olmayman. Tushunarli. Dengel gapirish kerak-da. Hali bu yerda katta gapirib telefon qilsa manda qilmaslik kerak. Buzolar 99% 14 millionlik aka. Prosta maqsad sotish. Tanlab olaman degan obunachiga 13 million 300 ga eng kichigini beradigan bo'lsam 14 million so'mdan yoqqanini olsin. Ya 700 ming plus baland. Yo'qsa 13 ham aytish kerak edi. Aka, Boshqalar hali qiladi-da, boshqalarga o'xshab gapirish kerak yo'qsa katta ketib. O'ta sekin gapiryapsiz. Dangal gapiring uka. 15 minut 17 minut javob qo'ydim. aka. Xo'p, dangal gapirishaylik unda. Aka 200 ming so'm olsin bo'ldi. 13 million 8 ga olsin. Zo'rini. 500 ming so'm plusmi? 500 ming so'm plus aka. Lekin hammasi o'rnamaydi aka. Nimaga mana shu buzoqlar hech qayda bermaydi aka. Prosta bugun pul bo'shatishga aksiya o'tib ketdi mana shu buzoqlar aka. Xudo xolasa akalar, olgan inson baraka topsin. Nima bo'lganda ham aka gapga e'tibor bera olasiz. Falonchi pistonchiga o'xshab kattaga yetibmas, gapirib, gapga detistiva qilish kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, barakasini bersin akalar.